o'tmishdagi tabarrujni qarasangiz, xoh bu o'sha Qurayshdan bo'lgan mushrikalarning tabarruji bo'lsin yoki bundan 100 yil oldingi nasroniylarning kiyinishligi bo'lsin, hozirgi hijobdan ko'ra yopiqroq. Mana agar bir rasmlari bo'lsa, bir ko'rsanglar, bilasizlar, aksariyat badan tanasini qismi Amerikadan yopiq yurgan bundan 100 yil oldin. Hozirgichalik ochiq bo'lib, hozir islomni da'vo qilib, hijobni da'vo qilayotganlar kiyayotgan kiyimdan ko'ra kengroq kiyimlar kiyishgan. Endi ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi kunga kelib qarichilar torayib ketdi, o'zgarib ketdi va barcha narsa o'sha kishilarning havosiga to'g'ri kelsagina din qilinadigan bo'lib qoldi. Odamlar uni agar nafslariga yoqsa din qilishyapti, nafslariga yoqmasa yoqadigan tarzda fatvo qidirishyapti va topyapti ham. Chunki yomonlik olimlari hamma zamonda bo'lgan, bundan keyin ham bo'lar ekan. Bu endi bu ummat uchun qiyomatgacha bo'ladigan bir imtihonlardan biri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolo Ahzob surasining 59-oyatida aytadi: Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna va la yu'zayn va kana Allohu g'afurur rahim. Ey nabiy sallallohu alayhi va sallam, juftlaringga, ya'ni ayollaringga, qizlaringga va mu'minlarning ayollariga aytgin. Ular o'zlarining jilboblarini, ya'ni hijoblarini, yopinchiqlarini, to'siqlarini o'zlariga yaqinroq tutsinlar. Ya'ni doimo zarurat, hojat o'rni, ya'ni busiz iloj bo'lmaydigan o'rinlardan tashqari doimo o'zlariga yaqin tutsinlar. U ko'rish kerak bo'lmagan ko'zlardan o'zlarini to'ssinlar. Va bu, ya'ni shunday qilishligi, to'sishligi ular tanilishligi va ozorlanmasligi uchun yaqinroqdir, ya'ni avloroqdir, yaxshiroqdir. Va Alloh taolo g'afur, ya'ni bandalarning gunohlarini kechiruvchi va rahimli zotdir. Bu oyatni tafsirida ko'plab ulamolardan so'zlar kelgan. Endi nimaga bu oyatni aynan tanlaganim? Hozirgi kunda insonlar, xossatan ayollar mubtalo bo'lgan balolarning eng kattalaridan biri bu tabarruj balosi. Ayollarning avratlarini ochib yurishligi, jamiyatlarning shu borada fasod bo'lishligi. O'zi avra so'zining ma'nosi ayb degani. Xoh tanada bo'ladigan avrat bo'lsin, ya'ni gapirilish, ko'rishligi qabih sanaladigan narsaga avrat deyiladi. Badandan bo'lishi mumkin, amaldan bo'lishligi mumkin, xulqdan bo'lishligi mumkin. Hammasi avrat bo'laveradi. Boshqa odamlar ko'rishini xohlamagan narsasi shunaqa deyiladi. Shuning uchun agar ba'zisini aybini qidirmoqchi bo'lsa, avratini ochma deydi. Boshqalar oldida aybli bo'ladigan sifatlarini yoki ishlarini sanamagin, bu avrat deyiladi. Va biz istilohimizda ko'p ishlatadiganimiz esa ayollarga nisbatan ishlatilinadi. Ularni, ya'ni mahramlardan boshqalarga ko'zi tushishligi harom qilingan o'rinlarga avrat deyiladi. Bu faqat ayollarga xos emas, erkaklarga ham xos. Albatta, har birini o'zini qadricha, o'zining o'lchovi bilan. Va tabarruj o'zi burj nima degani desangiz, burjdan chiqqan. Burj bu minora degani. Minora degani. Va ikkinchi ma'nosi osmonda yulduzlar to'plamlariga burj deyiladi. Bularning ikkalasini umumlashtiradigan narsa nima desangiz, uzoqdan qarasangiz ko'rinadi. Burj, minora uzoqdan ko'rinadi, to'g'rimi? Baland bo'ladi, boshqalardan baland ko'tarilib turgan holatda bo'ladi. Bitta qarasangiz ko'zingiz tushadi. Yulduzlar ham xuddi shunday. Qop-qorong'i osmonda qaraganingizda bittada ko'zingizga tashlanadi. Tabarruj hamma yog'ini ochib, erkaklarga o'z latif joylarini bemalol o'sha ochib qo'ygan ayol ko'pchilikning orasida erkakni birinchi ko'zi tushadigan narsa bu. Hammamiz bilamiz buni. Agar 100 ta odam, 100 ta ayol turgan bo'lsa, ichida bitta mutabarrija bo'lsin, ko'z birinchi shunga tushadi. Bu hammamiz bunga o'zimiz tajribamizda guvoh bo'lganmiz. Erkak kishilar juda ham yaxshi biladi. Hatto ko'zini boshqalarni ko'rmay qoladi. Chunki zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa. Alloh taolo birinchi badanga umuman o'zi nafsga yoqimli narsalarni sanaganida birinchi zinatli qilingan narsalar ayollar dedi. Ana o'sha birinchi ko'zimiz tushadigan narsa, hammani o'zini nigohini tortib, o'ziga jalb qilganligi uchun, xuddi uzoqdagi minoraga o'xshab, mayoqqa o'xshab o'ziga chaqirib turganligi uchun balki tabarruj nomlangandir. Va bu haqda izharuz zina deyiladi. Tabarruj nima desa, zinatlarini izhor qilish deydi. U zinatni izhor qilishlik tanada bo'lishligi mumkin, ya'ni yopilishligi lozim bo'lgan joyini ochishlik bilan
Bu ziynatlarni ishg'ol qilishlik libosda bo'lishi mumkin. Boshqalar ko'rishi lozim bo'lmagan tor va harir liboslarni kiyishlik bilan va bu tabarruj taqinchoqlarda bo'lishi mumkin. Boshqalar ko'zi tushishi kerak bo'lmagan taqinchoqlarni boshqalarga ko'rsatishlik bilan. Ya'ni tabarruj degani faqat avratini ochib yurish degani emas. Kiyimlik tabarruj egasi bo'lishi ham mumkin. Va kiyimlari ham tuzuk bo'lib turib, taqinchoqlari bilan tabarrujni ishg'ol qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni faqatgina kiyimga cheklanmaydi, tanaga cheklanmaydi, balki taqinchoqlarga ham hosiladi. Va Imom Qurtubiy rahimahulloh tabarruj haqida izharu zina yoki izharu ma satruhu ahsan deganlar. Ya'ni bekitishligi lozim bo'lgan, bekitishligi afzal, yaxshilik, chiroyli bo'lgan, bekitishligi lozim bo'lgan narsani izhor qilishlik, ko'rsatishlik deganlar. Va Mujohid rahimahulloh erkaklar orasida yurish tabarrujdir deyilgan. Ya'ni Mujohid rahimahulloh ayollarning erkaklar orasida aralashib yurishligi tabarruj deganlar. Qaysi darajada o'lchov qo'yganligini, salaflar bunga qanday qaraganligini shu yerdan ham bilasiz. Bu hozir juda bir yopiq ko'rinayotgan, hamma hattoki burqalarni kiyib, lekin qarasangiz internetda videodan bo'shamayotganlarning holi hozir ko'rinadi shunda. Salaflarning bu haqda e'tiqodi ayollarga aralashib yurganlarni mutabarrijalar deyishgan. Garchi barcha o'sha avratlari yopilgan bo'lsa ham, liboslarda bo'lsa ham, lekin erkaklarni orasida o'zini ta'arruz qilgani, ya'ni ularga o'zini ro'para qilganligini o'zi mutabarrija deb nomlanishga kifoya qilgan. Va Muqotil rahimahulloh aytganlarki, boshiga ro'mol tashlab bo'ynini ochib yuradiganlar mutabarrijalardir. Bundan kelib chiqadiki, hozirgi kunda biz hijob egalari deb taniyotgan ayollarning aksariyati mutabarrijalar ekan, agar salaflarning tushunchasiga qaytadigan bo'lsak. Bu din esa boshlangan narsasi bilangina tuzaladigan din. Hozir ifsad bilan, ya'ni buzishlik bilan, buzg'unchilik bilan, odamlarni aqidasidan uzoqlashtirishlik bilan, dinida tajhil, ya'ni johillashtirishlik bilan hozirgi holatga olib kelingan bo'lsa, bundan qutulishlikning bitta yo'li salaflar uning ustida bo'lgan narsaga qaytishlik. U xoh e'tiqodda bo'lsin, xoh fiqhda bo'lsin, xoh sulukda bo'lsin, xoh adabda bo'lsin. Hammasida. Demak, ularga qaytsak, ular mutabarrijani mana ta'rifida faqatgina avratlarini namoyon qilishlik emas, balki erkaklar bilan aralashib yurishlik ham yoki ba'zi joylar ochilib qolishlik ham shunga kiradi deganlar. Va bundan Qur'on va hadisdan dalillaganlar. Va bularning so'zlariga biror muariz topolmaysiz aslida. Sahih dalildan biror narsa chiqmaydi. Yo'q, unaqa emas. Yuzini ochib yursa yo bo'ynini ochib yursa bo'laveradi degan birorta dalil topmaysiz. O'zaro ixtiloflashgan fuqaholar bor. Yuzini ochishligi avratmi, avrat emasmi? Lekin kimdir qaysidir tarafni rojih qilgan bo'lsa, Alloh taolo xato qilganini o'zi rahim qilsin. Ular faqih edilar. Agar bir mujtahid ijtihod qilib xato qilsa, Alloh taolo uni kechirganligini u hali xato qilmasdan oldin e'lon qilgan. Lekin siz bilan biz mujtahid emasmizmi? Bizning ishimiz xilofli bo'lgan narsalarga tushmaslik. Dinimizni saqlashlikning bitta shu yo'li bor. Biz bilmagan narsamizni biluvchilarga qaytaramiz, ehtiyotlisini tanlaymiz. O'sha taqvo deb nomlanadi. Va Umayma bint Ruqoya radhiyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib bayat qildilar. Bayatlarda aytadilarki, nimaga bayat qilishni so'raganlarida Alloh taologa iymon keltirishlik, unga shirk qilmaslik, o'g'rilik qilmaslik, zino qilmaslik sanillarda va oxirida tabarruj qilmaslikka bayat beradilar. Ya'ni o'sha ziynatlarini, kiyimlarini yoki tanasini boshqalarga namoyish qilmaslikka, undan saqlanishlikka, bu tabarruj nomlanadigan narsadan uzoqlashishlikka bayat berganlar. Bu bayat beriladigan narsa. Bu harom bu. Bu hozir bizni ko'zimiz o'rganib qolgani buni halol qilib qo'ymaydi. Haromlar biz uni qilsak ham harom bo'lib qolaveradi. Bu halollab qo'ymaydi. Birorta bir haromni biz uni yaxshi ko'rishligimiz, biz uni doimiy qilishligimiz uni halol qilib qo'ymaydi. Va shu o'rinda bir insonlarni hijobga bo'lgan munosabatidagi bir xatolikka e'tiboringlarni qarataman. Masalan, ko'p o'qishlarda, maktablarda, madrasalarda qizlar hijobda borsa, nima qilishadi? Hijob mumkin emas deydi. To'g'rimi? Boradi, militsiyaga chaqiradi, direktori chaqiradida otasini aytadiki, qizingiz hijobda yuribdi, hijob mumkin emas bizga desa, ota nima deydi? Ota aytadiki, "Yo bu o'zi o'radi" deydi. "Men bunga o'ra demadim, o'zi xohlab o'rayapti bu" deydi. Ya'ni xuddiki ota shu bilan mas'uliyatni qizini o'ziga tashlagandek va o'zini suvdan quruq chiqarmoqchi bo'lgandek va xuddiki aqlida to'g'ri ish qilgandek ko'rinadi. Aslida unaqa emas. Aslida hijob ixtiyoriy ish emas. Bizga bunda ixtiyor berilmagan. Alloh va Rasuli bir ishni ixtiyor qilgandan keyin mu'min va mu'minalarga u ishda ixtiyor yo'q. Ular faqat taslim bo'lishadi.
Va bu ikkinchidan, erkak kishi himoya qilish kerak bo'lgan afifasini, o'zini avratini mana o'zi xohlab qo'yapti, o'zidan so'raylar deb xavfga ro'para qilishligi bu qaysi erkaklikka to'g'ri keladi? Bu qaysi qoidaga to'g'ri keladi bu? Johillar ham bunaqa qilmaydigan narsa-ku. Ya'ni birinchi aqidaviy, ikkinchi bir xulqiy xato jamlanyapti shunda. Mana birinchisi bu o'zi xohlab qilgan degani yo'q, Alloh xohlagani uchun qilgan. Bu ibodat bu. Bundan boshqa bir narsa kelib chiqadi. Hozirgi kunda ahli dolal da'vo qilayotgan bir da'vo bor. Bular aytadiki, hijob deydi arablarning kiyimi deydi. Hatto chiqib baralla aytishyaptiki, bizni mintaqamizga to'g'ri kelmaydi. Arablar oldindan hijob kiyib yurgan, ularda shamol bo'lgan, cho'l bo'lgan, shuning uchun hijobni kiyib yurishgan. Bizda esa unaqa emas. Mana bizda atlas kiysin deyapti. Aslida esa ular yolg'onchilardir. Chunki Alloh taolo hijob haqida mana hozir boyga o'qigan Ahzob surasidagi oyat bo'lsin, Nur surasidagi oyatlar bo'lsin, aynan dindan ekanligi uchun Alloh buyurgan. Bu bir qavmni odati emas bu. Agar kim hijobni odat deydigan bo'lsa, xuddi nasroniylarning gapiga o'xshagan gapirgan bo'ladi. Nasroniylarga Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirmaysizlarmi deyilsa, ular nima deyishadi? Yo Muhammad payg'ambar deydi. Lekin arablarga payg'ambarda u deydi. Bu hammaga bizaga emas, u arablarga payg'ambar. Arab u rostdan ham payg'ambarligini e'tirof qilishadi, lekin barchaga payg'ambarligini e'tirof qilishmaydi. Bular ham xuddi hijobni e'tirof qilishadi, arablarga e'tirof qilishadiganga o'xshaydi. Ya'ni hijob bu Robbimizning farzi. Biz nima desak ham, unga nima e'tiqod qilsak ham, baribir biz undan so'raladigan narsa farzlik doirasida bo'ladi. Biz unga xohishimiz yoki xohlamasligimiz aralashmaydi unga. Va nimaga odamlar hozirgi kunda bu hijobni shu holatida ko'nikib qolib, mana bu ham hijob deyishyapti? Chunki gunohni qayta qilaverishlik uni odatga kirgizib qo'yadi. Va odamlar undan jirkanmay qo'yishadi. Shuning uchun hozir ko'chaga chiqsangiz, ro'mol tor bir kiyimlar bilan ro'mol o'rab olganni hijobli deb nomlashadi. Aslida u mutabarrija. O'z ko'zi o'rganib qolganidan, hada bir ro'para bo'laverganidan, qaytarilmaganidan, yaxshilikka buyurilmaganidan, yomonlikdan qaytarilmaganidan odamlar o'rganib qolib shu bilan balolandi. Endi bu narsani Alloh taolo o'zi ko'tarsin, da'vat bilan, bu yo'lda jiddiy jahd bilangina to'g'rilanadi. O'z holiga tashab qo'yishlik bilan hech narsa isloh bo'lmaydi. Shuning uchun ham bitta solih, ya'ni bor bo'lsa oramizda, bitta muslih borchalik foyda bermaydi bizga. Hattoki 1000 ta solih bo'lsa ham. Solih kim? O'zini amallarini isloh qiladi. Muslih kim? Boshqalarning amalini ham isloh qiladi o'ziniki bilan. Va o'tmishdagi tabarrujni qarasangiz, xoh bu o'sha Qurayshdan bo'lgan mushrikalarning tabarruji bo'lsin, yoki bundan 100 yil oldingi nasroniylarning kiyinishligi bo'lsin, hozirgi hijobdan ko'ra yopiqroq bo'lgan. Mana agar bir rasmlari bo'lsa, bir ko'rsanglar, bilasizlar, aksariyat badan tanasini qismi Amerikadan yopiq yurgan bundan 100 yil oldin. Hozirgichalik ochiq bo'lib, hozir islomni da'vo qilib, hijobni da'vo qilayotganlar kiyayotgan kiyimdan ko'ra kengroq kiyimlar kiyishgan. Endi ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi kunga kelib qarichilar torayib ketdi, o'zgarib ketdi va barcha narsa o'sha kishilarning havosiga to'g'ri kelsagina din qilinadigan bo'lib qoldi. Odamlar uni agar nafslariga yoqsa din qilishyapti, nafslariga yoqmasa yoqadigan tarzda fatvo qidirishyapti va topyapti ham. Chunki yomonlik olimlari hamma zamonda bo'lgan, bundan keyin ham bo'lar ekan. Bu endi bu ummat uchun qiyomatgacha bo'ladigan bir imtihonlardan biri. Va aslida ahli kitoblarga ham hijob farz edi. Shuning uchun ham hozirgi kunda ibodatxonalarda yuradigan rohibalarni qarasanglar, hijobda yurishadi. Ko'pchilik kinolarda ko'rgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Oq, qora aralash keng kiyim kiyib olgan bo'ladi o'sha rohibalar. Nimaga shunaqa qiladi desiz? Chunki ularga ham farz edi o'z dinida. Ularga hijobdan bir chiqishlik halol bo'lmagan. Keyinchalik dinini orqaga tashlagandan keyin xuddi hozirgi musulmonlarning aksariyat tushgan baloga birinchi shular tushgan. Dinidan uzoqlashgandan keyin hayotidan chiqarib tashlagan hijobni ham, undan boshqa narsalarni ham. Yahudiylar bo'lsin, nasroniylar bo'lsin, dindorlari hozirgi kunda ham niqobda yurishadi. Niqobda yurishadi hozir ham. Mana hozirgi kunda Vatikanning xizmatida bo'ladigan ayollar jamoasi hammasi niqobda. Ko'rsangiz muslimalar niqob bilan umuman farqi yo'q. Ko'rsangiz ajrata olmaysiz hattoki. Yahudiylarda ham xuddi shunday. Ortodoksal deydi, o'sha eng bir an'anaviy yahudiylik dinini ushlab keladiganlarning ayollari ham hammasi niqobda yurishadi. Endi dinlar samoviy dinlar, ya'ni haqiqatda Alloh nozil qilgan shariatning ba'zi qismlari saqlangan ekan, o'sha ba'zi qismlari uni haqiqatini ochib beradi bizga. Shundan biz o'zimiz ergashib ketayotgan bu boshidagi karvonni boshida kim turganiga qaraylik.
Agar tabarruj karvoniga ergashayotgan bo'lsak, bu birorta samoviy dinda yo'q. Alloh saqlasin bundan. Agar islomga ergashamiz desak, bu o'zi asl. Bizga Alloh taolo farz qilgan ibodatlardan biri. Va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita sinf kishilar borki, men hali ularni ko'rmadim deganlar. Ya'ni ikkita toifa odamlar bor, hali men ularni ko'rmadim. Birinchisi kiyimli yalang'ochlar. Sochlarini tuyani o'rkach kabi qilib oladilar deganlar. Kiyimli yalang'och degani subhanalloh, xuddi dinimiz bugun uchun hozirgina bir nozil bo'lgandek taassurot bo'ladi-da. Ko'chaga chiqsangiz, tanasini hamma nuqtalarini illo bir mato bilan to'silgan holatdagina topasiz ayollar. Hatto to'silmaganini ham topasiz. Agar to'silgan bo'lsa ham aytmoqchimanki, barcha vasflarini shunday sifatlab ko'rsatib turadi. Nauzubillahi min zalik. Ana o'sha bu yalang'och bo'lmay kim? Ana o'sha kiyimli yalang'och deyiladi. Va ikkinchisi qo'llarida molning dumiga o'xshash bir tayoqlari bo'ladi, u bilan odamlarni uradigan zolimlar. Buni ham ko'rdik. Buni ham ayni hozirgi zamonning odamlari bilan. Bu ikkalasi haqida aytib Rasululloh sallam bular jannatga kirmaydi, hatto uni hidini ham totmaydi deganlar. Alloh saqlasin bulardan bo'lishdan ham, bularga aralashishdan ham, ularni e'tirof qilishdan. Va ayol kishi ko'chaga chiqqanida ayoldagi tabarrujni birinchi sabab ayolning o'zi emas. Birinchi sabab kim? U ayolning mas'uli. Nimaga? Chunki ayol kishini o'ziga qo'yib bersangiz, haq deb topgan narsasini qilaveradi. Aqlida va dinida zaifligi bor. Shuning uchun ham Alloh taolo nima dedi buyurgandi? Ya ayyuhan nabiy qul dedi. Ey payg'ambar sen aytgin dedi. To'g'ridan to'g'ri ayollarga murojaat qilmadi. Alloh taolo to'g'ridan to'g'ri ayollarga murojaat qilishi mumkin edi-ku. To'g'rimi? Ya'ni sen nabiy dedimi? Aytdi oyatda bor-ku, ey payg'ambar ayollari degan. To'g'rimi? Yoki ey ya ayyuhallazina amanu deydi. Ya ayyuhan nas deydi. Alloh taolo ularga ham murojaat qilardi. Xohlasa xohlaganiga to'g'ridan to'g'ri xitob qilardi. Lekin Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytdi. Ya ayyuhan nabiy, ey nabiy, sen ayollaringga ayt, sen qizlaringga ayt va mu'minlarning ayollariga ayt dedi. Ya'ni mu'minalarga ularni mu'mina deb to'g'ridan to'g'ri aytmadi-da, mu'minlarning ayollariga aytgan dedi. Shundan tushunamizki, ko'chada yurgan mutabarrijalarning birinchi navbatda so'ralaydigani bu ularning erkaklaridir. Xoh eri bo'lsin, xoh otasi bo'lsin, xoh akasi bo'lsin, xoh bolasi bo'lsin. Agar u haqiqiy erkak bo'lganida edi, ya'ni biz shariat nazaridagi erkak, rijol bo'lganida edi, ayolini bu holatda ko'chaga chiqarib qo'yishlikka rozi bo'lmagan bo'lardi. Bu hamiyat qo'ymagan bo'lardi unga. Hech bo'lmaganda bir erkaklik hamiyati unga qo'ymagan bo'lardi. Iymonni-ku mayli to'xtatib turaylik, nauzubillahi min zalik. Shuning uchun ham bu siz u bizga uni e'tiqod qilishligimiz, uni din qilishligimiz, hayotimizga tatbiq qilishligimiz uchun eng loyiq narsa. Ya'ni siz bilan biz birinchi so'ralamiz bundan. Keyin ayollarga o'tiladi. To'g'ri, la taziru vaziratu vizra ukhra. Bir nafs ikkinchi nafsni qilgan ishini ko'tarmaydi. Illo agar mas'ul bo'lsa ko'taradi. Mas'ul nima edi? Kullukum ra'un deganlar Rasululloh. Har biringiz bir cho'pon kabisizlar. Va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Va har biringiz o'z qo'li ostidagilardan so'raluvchisizlar dedilar. Qo'l ostimizdan albatta so'ralamiz. Alloh taolo bizdan bitta-bitta so'raydi. Ey menga qara, nimaga qaramading deydi. Ya Robbim bilmovdim desa, biladigan guvohlarini keltirib qo'yadi. Bilmovding deydi. Yo'q, odamlarning guvohligini olib keladi. Mana bular bilardi-ku, mana bular ko'ruvdi-ku. Yo men bilmovdim. Farishtalar yozgan-ku mana bilishligini, ko'rgansan-ku. Ya bular menga yolg'on gapiryapti desa, shunaqami, shunaqa. Keyin nima qiladi? Og'ziga muhr uradi uni. Keyin ko'zi, tili, qo'li, tanasi, hamma a'zolari gapiradi. Biluvdi, o'zi bilardi bu deydi. Alloh saqlasin. Bilmaslik mumkin bo'lmagan ishlar. Shuning uchun tabarruj nomlanadi-da. Bu ko'rinib turganligi uchun. Shundan biz so'ralamiz bundan. Alloh taolo bizni o'sha savollarda haqiqiy bir rijollar qatorida javob beradiganlardan qilsin. Bizni saqlasin bu balolardan. Va ko'chaga chiqayotgan ayol bitta erkak unga qarasa, o'sha mutabarrijaga nauzubillah, masalan men qarasam, men bitta gunoh olaman. Siz qarasangiz, siz bitta gunoh olasiz. U qarasa, u bitta gunoh oladi. 3 ta odam, to'g'rimi? Bittadan gunoh oldiga o'sha ayol nechta gunoh oladi? O'zi bitta bo'lib 3 ta gunoh oldi, 3 ta odam unga qarashligidan. Qiluvchi boshqa amalni, qiluvchi qilinuvchidan kam gunoh olyapti bu yerda. Bu shunaqa katta balo. Buni tushunishligi kerak, ayollar ham, erkaklar ham. Ya'ni ayol bir marta ko'chaga chiqib kirishida ustiga tog' narsalarni olib kiradi. Lekin o'zi bilmaydi, nauzubillah. Nimaga? Chunki g'aflatda. Alloh taoloning amrlaridan yuz buruvdi, Alloh taolo uni haqni ko'rmaslik bilan jazoladi. Sezmaydi. Ustiga tonnalab gunohi bor, sezmaydi. Alloh taolo saqlasin. Erkaklar ham xuddi shunday.
shu narsaga rozi bo'lishlik ularni shunga olib kelgan. Va hozirgi ijtimoiy tarmoqlarga qarasangiz, o'zini bezatgan, o'zini ko'z-ko'z qilgan, hatto hijobdaman deganlari ham bir narsalar qilib chiqadi. Yuzini bezatadi, labini ishiradi va hokazo. Hammasini maqsadi odamlarni o'ziga jalb qilishlik. Endi o'zini Muslima deb nomlaydimi, Oysha deb nomlaydimi, Hadisha deb nomlaydimi? Nomlar haqiqatni o'zgartirmaydi. U mutabarrija deb nomlanadi ular. Bularga halol emas edi o'zini ko'z-ko'z qilishligi. Bular esa chiqib odamlarni fitnalantirishdi. Bularga kutilayotgan narsa, Alloh saqlasin, tavfiqdan bebahra bo'lishlik va shu narsadan tavba qilmasa, Alloh taolaning azobiga ro'para bo'lishlik. Alloh saqlasin bundan. Va o'shandan so'rasangiz agar, nimaga bezangansan? Nimaga shuncha ziynat? Nimaga makiyajlar? Nimaga bu? Bu qilayotgan hamma bir bo'yanishlaring nima uchun desangiz, sizga tayinli javob etmaydi. Hammasi bahona bo'ladi. Erim uchun desa, eri uchun bo'lsa uyda qilishlik kerak edi. Chunki eri uni uyda ko'radi, ko'chada hammani oldida ko'rib, ayoliga mahliyo bo'lgan erkakni ko'rganmisiz? Ahmoqlargina shunday qiladi. Bularning hammasi bahonaligini o'zlari ham biladi. Va uyida esa eng sassiq hidi bilan, eng eski kiyim bilan, ko'chaga birovga ko'rsatmaydigan libos bilan yuradi. Shunaqami? Ayollarning aksariyati shunaqa-ku. Bezanishlar, go'zallik, chiroy, ziynat hammasi ko'chaga. Bundan nima kelib chiqadi? Nima gap kelib chiqadi yoki nima xulosa kelib chiqadi? Amaliga qarab baho beradigan bo'lsak, qalbi nimaga moyil bo'layotganligini shundan baholaysiz. O'shaning uchun ham xavfli bu. Ya'ni kishilarni dinidan fitnalantirishlik va o'zini bundan kattaroq baloga ro'para qilishlik. Bu balo zino deyiladi. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Va hozirgi kunda o'sha tabarrujning, avratlar ochilishligini natijalaridan bittasi, birorta bir yigitni yoki qizni topmaysizki, juftdan xoli bo'lsa, hali erga tegmagan, hali uylanmagan, lekin qarasangiz albatta bir oshig'i bo'ladi. Yigiting bormi? Qizing bormi? Birinchi so'raladigan savol. Agar yigiti bo'lmasa nodir holat hozir. Agar chiroyliroq qiz bo'lib yigiti bo'lmasa, boshqalar oldida o'zini aybli his qiladi. Agar bir yigit qizim yo'q deyishga uyaladi. Gunoh qilmaslikdan uyaladigan holatga tushib qoldi bunda. Ya'ni musulmonman deydi, hammasi musulmonman deydi. Lekin o'ziga bir oshiq va ma'shuq topib olgan. Alloh taolo mo'minlarga agar imkoniyatinglar bo'lmasa, cho'rilarga uylansanglar bo'ladi degan. Imkoniyati yo'q, puli yo'q, tanlolmaydi. Shunda cho'riga uylanish mumkin. Cho'riga uylanishlikda nimani shart qilgan bilasizlarmi? Wala tattakhidi ahdan degan. Ya'ni o'ynash tutmagan bo'lsin degan. O'ynashi bo'lmaydigan cho'ri bo'lsin degan. U cho'ri aslida zino qilsa, xurga beriladigan jazoni yarmi beriladi. Xur qatl qilinadi oilali bo'lsa. Oilasiz bo'lsa 100 darra uriladi. Cho'riga oilali, oilasiz deb qarab o'tirilmaydi, u qatl qilinmaydi, 50 darra uriladi. O'sha nimaga desa, cho'rilar orasida keng ko'rilganligi uchun. Hatto avrat ham boshqa ayollarning avrati kabi emas. Ya'ni yengilroq biroz. O'shanda ham o'sha cho'ri bo'lsa ham o'ynashi bo'lmasin dedi. Uylanmoqchi bo'lsalar. Endi qanday qilib xurlarga o'ynashi bo'lishligi halol bo'ladi? Buni o'ynashlikdan boshqa nima nomi bor? Yigit bor, qizim bor deb boyga aytganimizdek, nomlar haqiqatni o'zgartirmaydi baribir. Nima deb nom? Chiroyli nomlar bilan boyfriend deydi hozir. Girlfriend deydi, inglizchadan olib kirib olgan. Qiz o'rtog'im, o'g'il o'rtog'im. Nomi chiroyli bo'lgan bilan haqiqati o'ynashlikdan boshqa narsa emas u. Hozir o'shalarning aksariyatini qarasangiz, zinoni hamma turini qilganini topasiz. Nauzubillahi min zalik. U bekitsa ham, nima qilsa ham, hozirgi kunda shundan ham eng ko'p ish tushiladigan, ishi yurib ketgan soha shu doktorlar sohasi bo'lib ketgan. Nimaga desa, shu to'ydan oldingi boriladigan doktorlar. Nauzubillahi min zalik. Hamma biladi buni. Hozir gapirishmaydi. Nimaga? Chunki bizning jamiyatlar dindan uzoqlashtiradigan gunohlar haqida emas, dindan uzoqlashtirishga qaratilgan ishlar haqida gapiradigan jamiyatlar bo'lib qolgan. Xoh hukumati bo'lsin, xoh o'sha sakinlar bo'lsin. Alloh taolo bundan bizni saqlasin. Va bu ko'chada yurgan avratlar ochiqlarni ko'rib hayron qolasiz. Bu insonmikin o'zi yo bir sigirmikin deysiz. Molmasmikin bu deb o'ylab qolasiz. Nimaga desa, odam avratiga ham shunchalik e'tiborsiz bo'lishi mumkinmi deysiz. Sigir desangiz dumi yo'q. U agar siz har qanday hayvonga qarasangiz, avrati yopilganini ko'rasiz. Alloh unga dum berib qo'ygan. U nimaga kerak edi? Dum bermasa ham bo'lardi-ku. Yo'q, Alloh taolo hatto so'ralmaydigan hayvonni ham avratini yopishlikka dum bergan. Aksariyat hayvonlarning avratlari ko'rinmaydigan joyda ekanligini topasiz shundan. Endi bir so'ralmaydigan hayvonni shunchalik avratini bergan zot insonga halol qiladimi avratini ochilishini? Va
Odam alayhissalom va Havo onamiz jannatda birinchi olgan jazosi nima edi bilasizlarmi? Avratlari ochilishligi edi. Birinchi ular qilgan ishini, gunohini birinchi jazosi ularning avrati bir-biriga ko'rsatib qo'yilgan edi. Bu o'zi azob, bu gunoh bu o'zi. Ya'ni bu jazo o'zi, kishining avratini boshqasi ko'rib qolishligi jazo o'zi aslida. Va Alloh taoloning g'azabini belgisi kishining avrati ochiq yurishida rozi bo'lishligi deyishadi. Alloh g'azab qilganda ularning g'azab chunki avrati ochilib qolgan edi Odam alayhissalom va uning juftini. Bu g'azabning belgisi. Bir ayol ko'chada bemalol yurgan bo'lsa, Alloh taoloning g'azabi bilan bemalol yurganligini bir ko'rib xulosa qilishimiz mumkin bundan. Ibn Boz rahimahulloh shunday deganlar. Bu haqiqatda rost so'z. Va bu tabarrujni yana bir undan ham ulkanroq bo'lgan yana bir ta'siri bor. U nima desangiz, u kibr. Qarasangiz, ziynatlanib olgan, avratlarini ochib olgan ayollar boshqalarni mensimayotganligini ko'rasiz. Aksariyat shunaqa, to'g'rimi? Hamma o'zini nima modani oliy cho'qqisida deydi-da, hech kimga bir tinga olmaydi. Nimaga desa, o'zidan ham bir tabarrujroq, o'zidan ham bir ifrosrog'ini topganida shu bilan qalbi xotirjam bo'ladi. Nauzubillahi min zalik. Ya'ni o'zidan og'irroq bo'lgan narsa odamlarni pastlanashlik bilan balolanadi. Shuning uchun ham kim kazzaba va tavalla, yolg'onga chiqarsa, yuz bursa, fasanuyassiruhu lil usra, biz uni undan yomonroq amalni unga oson qilishlik bilan jazolaymiz. Ya'ni bir gunoh qiladi, undan og'irroq narsa bilan jazolanadi. Ya'ni boshqa battarroq gunoh qilishlik unga oson qilib qo'yiladi. Nauzubillahi. Va afifalik kimda bo'ladi? Hayolilik kimda bo'ladi desangiz, hayolilik avratlari yopilganlardagina bo'ladi. O'zbeklarda bir maqol bor. Sharmandaga shahar keng deydi. Eshitganmisizlar? Nima degani u desa, aybi ochilib bo'lgandan keyin uyalmay qo'yadi hech narsadan. Battarroq narsalar ham oddiy bo'lib qoladi. Uyatli ishni birinchi marta qilgan odam uyalib yerga kirib ketgudek qilsa, ikkinchi marta o'shani yarmi ham bo'lmaydi. Uchinchi marta halol sanagan holatda qiladi ko'rasiz. Nima bo'pti deydi. Shundan hozir bunaqa yurmasiz, nima bo'pti deydi odamlar. To'g'rimi? Ajablanadi gapingizga. Bunaqa emas, u din san nima deyapsan deydi. Gapingizni qaytaradi o'zingizga o'sha zahot. Nauzubillahi min zalik. Shuning uchun hayoli bo'lishligini xohlasak, biz ayollarimizni albatta bularga o'sha Alloh taolo qo'ygan chegarani biz ham qo'yishimiz kerak. O'shanda afifalargina hayoli bo'ladi yani. Va hozirgi kundagi o'sha islomni da'vo qilayotganlar va kufrni da'vo qilayotganlar bilan agar libosini tarzda, ya'ni libos tarafdan baho bermoqchi bo'lsangiz, orasini farqlashingiz juda ham qiyin. Yonma-yon tursa ikkitasi, bunisi musulmon, bunisi kofir deyishlik libosda deyarli iloji bo'lmay qoldi. To'g'rimi? U xoh ayolda bo'lsin, xoh erkakda bo'lsin. Men hijob ro'molini o'ragan muslimalar haqida aytmayman. Musulmonman deb birortasida bir libosida hatto e'tibor qilmaydiganlarni aytaman. Musulmon va kofirning orasini ajratish qiyin bo'lib qoldi bunda. Shu darajada nauzubillah o'zgarib ketdi odamlarning qarashi. Va oldindan ham, hozirdan ham odamlar biror narsani qiymatli ekanligini bir bildiradigan belgi uni bir tashqi o'rami bo'ladi, bilasizlarmi? Hozir ham bir narsa zakaz qilsanglar, kelsa qarasanglar, upakovkasi deydi-yu, ustidagi o'rami qanchalik qimmatbaho chiroyli bo'lsa, ichidagi narsa undan ham yaxshi bo'ladi deyiladi. Endi odamlarga tatbiq qilsanglar ham xuddi shunaqa. Qanchalik usti o'ralgan bo'lsa, haqiqatda ichidagi narsa shunchalik qiymatli bo'ladi. Birinchidan salim qalb bo'ladi, Robbisiga taslim bo'lgan, va ikkinchidan ko'zlardan yashirilgan badan bo'ladi. Alloh taolo hurlarni maqtaganda bayzum maknun degan. Bekitilgan tuxumga o'xshaydi deydi. Nimaga aytiladi bizga bunisi? Hech kim ko'rmagan deydi. Demak, hech kim ko'rmaganligi ziynat va maqtaladigan sifat ekan. Alloh taolo mu'minlarni jannatda u bilan mukofotlaydigan narsa boshqa ko'zi tushmagan ekan. Yoki aytadi-ku, o'sha hurun maqsuratun fil xiyam, o chodirlarda o'tiradigan hurlar bo'ladi deydi. Lam yatmisunna qablahum insun wala jan. Ulardan oldin na inson, na jin ularga tegmagan bo'ladi. Hatto ko'zi bilan ham tegmagan bo'ladi. Ko'zi ham ko'rmagan bo'ladi. Bu jannatiy hurlarning sifati ekan bunaqa bo'lishi. Shuning uchun ham shu sifatlarni dunyoda qiynalib ko'targan muslima albatta hurlardan afzal bo'ladi jannatda. Al jazaa min jinsil amal. Alloh taolo bir mukofotni ham, jazoni ham o'sha amalning jinsidan qilgan. O'zini hozir saqlansa, saqlanganlardan afzal bo'ladi. Hozir saqlamasa, jahannamni 10dan 9 tasi ayollar bo'ladi. Nauzubillahi min zalik. Va o'zi bilan birga o'sha mutabarrija jahannamga bitta o'zi emas, o'zini mas'ullarni ham tortadi. Alloh taolo bundan bizni saqlasin. Va oxirida bir o'zimizga nasihat tarzida bir basralik kishini voqeasini aytaman. U kishi bir olimning oldiga keladilarda, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim.
Men uylanishimdan oldin, bir ayolga uylanishimdan oldin o'sha ayol dunyodagi eng go'zal ayol ekanligini hayol qilardim. Unga sovchi qo'ydim va o'ylashim faqat u haqda bo'lardi. Eng go'zal ayol shu dedim. U menga tegishga, demak, otasi rozilik berdi. Valisi rozi bo'ldi. To'yimiz bo'ldi. Va to'y kuni qarasam, ayolim go'zal ekan, lekin boshqa ayollar ham bor ekan, go'zal ayollar ham bor ekan. To'ydan bir oy o'tdi. Keyin qarasam, ayolimdan ham ko'ra go'zalroq ayollar ham bor ekan-ku deb qoldim. Va mana uylanganimga 2 yil bo'ldi. Endi o'ylayapmanki, shoshib qoldimmikin-a? Shu mana ayolimdan boshqa hamma chiroylilar qolib ketib, bitta mana shu xunuyga uylanib qo'yibman deb o'ylayapman. Shu qanaqa tuzatsam bo'ladi shuni deb so'raydi. Shunda u kishi aytadilarki, agar sen ko'zingni nomahramlarga tikishdan, haromga qarashdan to'smasang, Basra ko'chasidagi eng oxirgi it ham senga ayolingdan ko'ra chiroyli ko'raveradi deganlar. Ya'ni ko'zimiz ayolimiz bilan qoniqishini xohlasak, haromdan ko'zimizni tiyaylik. Shunda Alloh taolo bizni halol bilan quvontiradi. Alloh taolo jannatda bekitilgan narsalarni sifatlaganida nima degan? Sajda surasida nima deydi? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Alloh taolo taqvo qilganlar uchun, qilgan amallari uchun ko'zlarni quvonchidan berkitib qo'yilgan narsani birorta aql, birorta nafs bilmaydi deydi. Ya'ni ko'zni quvonchidan quvonib ketar ekan ko'rib. Ana o'sha quvonchni xohlasak, hozirgi ko'zimizni yolg'on quvonchlar bilan quvontirmaylik. Boyga aytganimizdek, mukofot ham, jazo ham amalning jinsidan bo'ladi. Hammamizga nasihatimiz. Alloh taolo barchalarimizni afiflardan saqlanganlardan qilsin. Dunyo va oxiratda bizni bir-birimizga yaxshilik bilan guvohlik beruvchilardan qilsin. Axirlarimizni afifalardan qilsin. O'zimizni ham afif va saqlanganlardan qilsin va jazolarimizni, ya'ni mukofotlarimizni jannatda hurul aynlar bilan qilsin. Subhanakallohumma hamdika, la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk. Jazakumullohu xayran.